Ya assalomu alaykum dehqonboy hormang. Assalomu alaykum, bor bo'ling. Qanday o'zi ishlar zo'rmi? Charchamayapsizmi? Ha, xomta qilyapsizmi? Ha, xomta qilib, bu paxta hozir bitib. Qanday qilinadi endi bu xomta? Qanday qilinadi? Nima qilish kerak? Mana sizga o'taman. Mana bunday. Mana bu hosilgacha bo'lgan baxtni olish kerak. Shunga shamollaydi. Shamol kiradida yaxdan bu yoqdan. Kasallik tegmaydi. Kasal tegmaydi. Uzumi yo'q, novdalar nima qilish kerak? Uzumi yo'q novdalarni hammasini olib bo'lmaydi. Kelasiga zamin yaratishga bitta novda qoldiramiz. Qattiq gapiringizni eshitmayapman. Bunday kelasiga zamin tekda qoldirish kerak, ha? Bitta zamin. Ha. Yordamchi novda qoldirish kerak. Ber qayer o'zi? Ha? Ber. Qaysi qishloq? Selskimi? Ha. O'zingiz qayerdan? Yerdanmi? Yo'q, o'zim Tayloqdan. Tayloqdan? Ha, o'zim Tayloqdan. Buni yaxshilab. Ha, bilmaganlar o'rganib olsin deysiz-da. Ha, yaxshi. O'rganib olsa o'ziga yaxshi. Mana bunday qilib mana. Mana qarang. Mana hosil yo'q. Uzum bormi o'zi? Mana uzum qarang mana. Dahshat sotdi o'zimlar. Mana hosilgacha olib bo'ldi, mana ochildi. U shamollaydi, kasallikka bardosh beradi. Uzumlarni bir ko'rish kerak-da. Mana. Mana shu ochamiz, mana. Ana. Hozir buni ko'rasiz. Ana. Mana qanday bo'ldi bu? O'zingizda ham bog'ingiz bormi? Bizning bog'im Xudoga shukr, bor. Ana. Hozir mana shu bitdi. Ko'rsataman. Ko'rsatasiz. Ha, shunga qarab keyin qilaverasizlar. Bu ham bir kasb. Buni o'rgansangiz o'zingizga foyda. Bizlar bilmaymiz-da. Ha, o'zingizga foyda. Ha. Qarab o'rganasiz. Aga yo'q mana. Chiroyli ko'rinib qolyapti. Haqiqiy bog'bon deb eshitdik-da. Endi bizlarga ham otam yuradi. Ana shu otalarimiz dehqon bo'lgan. Bizlarga o'rgatib ketgan otalarimiz. Ismingiz